Voyo. Ha? 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 Bir minut, hop. Kechirasiz. Bo. Tushunmadim. Tez o'tiring. Kim u? Umi? U. Kim u? Nima? Sha'noz. Sinfdoshim, bir paytlar birga o'qiganmiz. O'zgarib ketibdi, qara. Yo'q. Nimani gaplashdingiz? Xol-ahvol so'radim, bo'ldi. Yururing shunaqa hol-ahvol so'ra. Jonimga tegdi shunaqa qizlasha. O'sha soch uzun sariq. Ismini Shahnoza dedilar. Yo'q. Yo'q Shahnoza, yo'q. Telefondan ham qidiryapman, unaqasim yo'q lekin chiqmayapti. Aldaganlarmi shunda meni? Mani telefonimmi? Voy. Nimaga mani sinfdoshlarim rasmini olding? Men surishtirdim. Hamma sinfdoshingizdan so'radim. Bittasi ham aytmadi Shahnoza degan sinfdoshingiz borligini. Detektiv xotin. Kim edi kechaga qiz? Aytaymi? Poylab tur, hozir aytaman, xo'p? Qatga? Hozir. O'shanda dedim-u? Shampun demoqchi edim. HSRV kompaniyasidan 4 xil shampunni maza qilib olib ketyapti o'sha qiz. To'xtab turing dedim-u? Borib so'radim. Mani xotinimning sochiga uncha-muncha shampun tushmaydi. Miyamni qachoni chiqarib yuborgan shampun so'rayveribdi. Qara. Bittasi qazg'oqga qarshi, bittasi yog'li sochli uchun. Men sochim yog'li emas. Yo'q, saniki unaqa emas. Yana bittasi bo'lsa, nozik sochli bor-ku. Sochim qalin. Dunyoda yo'q soch sanda. Nima shuni aytmadingiz bittada? Shu hamma erkaklarning qonida bor-da, menimcha. Shu ayol agar mabodo rashq qilayotganini ko'rib qoladi-yu, battar qilgisi kelib ketadi, chunki yoqadi. Ayollarda hamchi? Bitta odat bor. Qanaqa ekan? Arazlab haftalab gaplashmaslik. Voyo. Masha odat lekin yomon odat. Men degan erkaklar ham chora topolmayapti shunga. Men lekin faqat shampun so'radi, boshqa narsa so'raganim yo'q.